Salom barchaga, sizlar bilan Dilashjon aka. Bugun sizlar bilan qanday qilib tez olmos tanga ko'paytirishni ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashimizdan oldin like bosib obuna bo'lib qo'ying. Qanunda biz boshladik. Birinchi bo'lib, har doim o'zimizni uyimizda o'ynashimiz kerak. Mana shu ekran chap tomonda har doim bizning uyda bo'layotgan, bizning stadionda bo'layotganini ko'rsatadi. Keyingi anaqa o'yinchi olishga shoshilmanglar. Stadionni kuchaytiringlar. Bizda mana shu 32 ta tanga beradi har o'yindan keyin. Buni reklama ko'rsa 64 ta bo'ladi. Bu tushuntirish qiyinroq bo'ladi-da. O'shuning uchun sizlarga osonroq bo'ldi. Shundan keyin o'yindan oldin va o'yindan keyin reklama ko'rish esdan chiqmasin. Keyin mana bu yerda kunlik missiyalar bor. Shularni bajarsak, mana shu yerda o'zida 85 ta tanga. Bu yerda bajarib bo'lganmiz. Met onlayn. Met haftalik olmos beradi. Keyin tevada missiyalar. Mana biz mana 150 ta tangani olibmiz. 100 ta, 50 ta. Shular. Keyin sizlarga eng muhim aytib o'tadigan narsamiz, klanga qo'shilmagan bo'lsalaring, klanga qo'shilinglar. Mana biz qo'shilib olganmiz. Boshida o'ynaysiz, qulf ochiladi hamda keyin jamoa bilan birgalikda ochiladi qolgan narsalar. 25 ta olmos, legendarniy bonus, skaut. Kechusida tanga ochilganimizda jamoadoshlari bu hafta juda sust o'ynashibdi. Shuning uchun shu kungacha o'zi biz 150 ta olmos olgan bo'lishimiz kerak edi. Ssenariyda ham o'ynab turinglar, o'rada juda qiyinlashib qolgan hozir. Endi buni video orqali o'ylab olsa bo'ladi. Video ko'rish orqali. Shunday. Sizlarga aytib o'tishim kerak bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.